Elite avtotuningga sizlarni ikkita yordaminglar kerak. Mana bu katta parkovkamiz bor. Taxminan bir 15-20 ta mashina sig'adi, lekin goh-gohida ishxonamizning to'g'risida maktab borligini hisobiga, mana bu ishxonalar borligini hisobiga parkovkaga tap mashina qo'yib ketishadi-da. Joyi kelsa, o'zimizga xizmatga kelgan mashinalarga joy topa olmay qolamiz. Shuni hisobiga mana shu joyimizga Короче, ana undaq stoykali, undaq pulli parkovkalarda qo'yishadi-yu, xuddi shunaqa ish bilan shug'ullanadigan akalarimiz bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz. Shu narsani shu yoqqa ustonovka qilish kerak. Bitta bu yoq tarafga, bitta chiqaverishga, bitta kiraverishga, u Cobalt kelayotgan joy bor. Xullas, ikkita shunaqasidan ustonovka qilish kerak. Pulini, boshqasini, temasini xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, shu bizlarni bilaman, obunachilarimizning orasida turli-tuman ishlar bilan shug'ullanadigan akalarimiz bor. Обязательно shunaqa ish bilan shug'ullanadigan akalarimizdan topiladi degan umiddamiz. Birinchi masala shu edi. Birinchi yordaminglar mana shu stoyankaga qo'yishga, mana shunaqani zabordan kerak xullas. Rasmini pastga qo'yib qo'yamiz, qanaqa narsa xohlayotganimizni.